Mana shu kiykoti degan giyohni bilasizmi? Hamma taniydi ana shuni. Agar mana shu giyohni damlab ichsangiz bilasizmi nima bo'ladi? Buni ichsangiz borku, asabingiz tinchlanadi. Uyqungiz yaxshilanadi. Glavni borku, davleniyadan asar qolmaydi xudo xolasa. Biza quritib Toshkentga olib borib sotyapmiz. Chorsu bozorga borsangiz, mana shuni hozir men o'zim ichgani teruvdim. Damlab ichaman, hozir qorin to'qda. 2 piyola ovqatdan keyin ichsangiz borku, mazza qilasizda, mazza qilasiz. Buni mana hozir tog'ning atmosferasiga bahra olib damlab ichsangiz borku. Mana bizlarni qishloq mana atmosferasiga baho beringlarchi, kommentariyaga yozib, layklarni bosib bir mana bitta siz ham bahra oling. Boring, men Chorsu bozoriga borsangiz teraman, mana shu yerdan tergan kiykotlarim, har xil choylarim, giyohlarim bor. Mana shu o'zimizdan agarotdan terib olib borib sotyapmiz xudo xolasa. Mana tog'ni hali qor turibdi mana. Shohi Mardon tog'lariga deydi-yu, ana shuda. Layklarni bosinglar bitta. Atmosferaga baho beringlar.